Bulyonini o'zimizning mana shu ot go'shti, qazi, to'sh, hammasi qaynagan mana shu bulyonimiz bo'ladi. Voy, mana norinlarni ko'ring. Hozir biz bek Osiyodamiz, mana chiroyli qizlarimiz mana shunaqa norinlarni kokil qilib hozir mana aralashtirishyapti. Bu norinni xamirlarini biz chiroyli qilib yoyib olamiz. Mana qozonlarda pishirib olgandan keyin bularni yoyib, yog'lab mana shu noringa tayyorlaymiz. Ot go'shti eng fishka joyi ko'p joyda qilinmaydi. Bizning o'zimizning 5 barmoq bulyon bor-ku, ya'ni darmo sho'rvalarimiz bulyoni. O'shanga ot go'shtlarni pishirib olamiz. Mana shunaqa qazilari, sur go'shtli qaynagan bulyonda ot go'shtlar qaynab chiqqandan keyin bu noringa shunaqangi o'zgacha ta'm beradiki, ya'ni sur maza kelib turadi. Bunda yeganingizda maza qilasiz. Biz ziravorlarni, ya'ni mana shu zira solinadi, murch solinadi. Bularni ham misol uchun eng oliy navlarini olib kelamiz-da. U ovqatda sifatiga sifat qo'shadi. Mana shunaqa chiroyli qizlarimiz mana shuni to'g'rab bergandan keyin bu norinni yegisi kelmagan odam ham yeb o'rgisi keladi-da. Hozirgi ba'zi bir yoshlar norinni qanaqa qilib bulyoni bilan yeyishni bilmas ekan-da. Men ana kuni qarasam bittasi bir bulyonini ichyapti, bir norinini yeyapti-da. Yo'q, unaqa emas. Biz yoshligimizda qanaqa yerdik? Mana shu bulyonini o'zimizning mana shu ot go'shti, qazi, to'sh, hammasi qaynagan mana shu bulyonimiz bo'ladi. Norinni bundoq olardik-da, norinni ichiga solardik. Shu oq piyoz bo'ladi-da. Oq piyozga murchlarni sepib, ishonasizmi? Mana shuni bitta ichgan odam bor-ku, ana shamollagan odamni ham turg'izib yuboradi-da, xudo xolasa. Mana shu ko'rayotgan qaziylar o'zimizning ichovlarga bo'lgan qazilar-da, o'zimizga tiqamiz. Xudo xolasa mana shularni to'g'rab, norin ustilariga yasatib, maza qilib, buni o'zini alohida bundoq kesib nonlarga qo'yib yesangiz ham vobshe maza berib yuboradi-da. Xudo mana shu kulchatoy bu nimaga? Bizning yoshligimizda norinlar qilishganda bu o'zimiz o'g'irlab yirdik-ku, mana shunaqa. Emitorda qo'lingga urishardi. Tog'oralarning ustida ko'rsangiz, ukrasheniyalari bilan shunaqa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Mana hozir yaqin bitta hoji akam kelgan ekanlar. Ukam, men 31-dekabrni poylamayman. Mana hozirdan olib ketaman deyaptilar. Bilmayman o'zi nimaga 31-dekabr kuni aynan hamma norin ana turma qator o'chirib bo'lib turish kerak. Mana 28da olsa ham bo'ladi, 1-yanvarda olsa ham bo'ladi. Saboylarni ham mana shunaqa chiroyli qilib beryapmiz. Bittasi singlariga ekan, bittasi ahli ayollariga ekan, yana bittasi menimcha levi praviy bo'lsa kerak, bilmadim-u. Saboy olib ketaman desanglar, To'g'ragami, mana shunaqa idishlargami, dastavka xizmatlarimiz har doim sizlarning xizmatingizda. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli, surmazali, o'zimizning ana eski Toshkentcha jaydari norinni yeyman desanglar, bek Osiyoga kelaverasizlar. Qani marhamat.